Ey osmon, nega munga tolding bugun? Nega yulduzlaring xira, o'ylaring mahzun? Yer bag'rida yana og'riq unmoqda. Inson bolasi yo'q soyasidan qo'rqmoqda. Yetar endi onalarning ko'zida muzlagan yoshlar, bolalarining qo'lida siniq orzular. Bir ota qaytmaydi bosgan izidan, bir jim qoladi egasiz eshigidan. Shamollar ham yig'laydi xarobalar aro, kulga aylangan bog'lar so'raydi sabrni go'yo. Bir zamon kulga to'lgan ko'chalar bugun jim, inson yuragi titrar dunyo bo'lib yetim. Kim yutdi ayting, kim g'olib bo'ldi? Agar bir bolaning qalbi qo'rquvga to'ldi, kim boyidi ayting, kim topdi najot? Agar ona duosi qolsa armonu faryod. Qur'onlar sukutga cho'ksin endi, g'azabning olovi o'chsin endi. Bir qo'l Qur'on emas, mixa tutsin, bir yurak nafrat emas, nuri kutsin, urush tugasin. Tonglar qon emas, shafaq olib kelsin. Bolalar portlash emas, qushlar ovozida uyg'onsin. Otalar uyiga qaytsin omon, onalar duosi aylansin osmon. Ey inson, bir lahza qalbingga quloq solgin. Bu dunyo bizniki, uni vayron qilmagin. Tinchink yerning eng go'zal duosi, muhabbat insonning eng ulug' libosi. Urush tugasin, to'kim dunyo yana odamga o'xshasin. To'kim inson qalbi yana inson bo'lib yashasin.